Bugun sotuvda 2013-yil Kia Bongo zavodskoy propan 159 ot kuchi. Ushbu mashina o'tgan hafta o'zim obzor qilib berganman. Namangan kelganlar, obunachim o'zim cho'tki qilib obzor qilgandim. Juda ko'p klientlar ko'rishgan bu mashina 17700 mi 800 kam bor deb qo'yilgandi. Klientlardan e'tiroz bo'lgan, oldi baloni zo'r emas ekan. Shu e'tirozlardan kelib chiqqan holatda oldiga ikkita yangi balon bosib qo'yishgan. Orqa balolar o'zi zo'r. Bitta temir metan va 83,5 litrli zavodskoy propan gaz baloni bor, orqalari 13 balonda. Bortlari zo'r holatda O'zbekiston bo'ylab kira qilmagali, shaxsiy ehtiyojga yengil mashina sifatida ko'proq haydalgan. Salonida chexola qilingan, chizilgan, qirilgan joylar yo'q. Ha, konditsioneri ishlamayapti buni deb e'tiroz bo'lgan. Hattoki konditsionergacha ishlatib qo'yilgan, yozni chillasida maza qilib yurishga tayyor qilingan. Bortlari zo'r holatda, orqa eshigi 2022 dan bosib qo'yilgan. Stop chiroqlari, sensorlari hamma yo'g'i zo'r holatda. Ha, aytgancha zapaskani o'rinda ham temir metani bor. Texpasportga metan deb urib qo'yilgan. Mashina hech qanaqa xarajati yo'q, olasiz haydasiz. 17700 qo'yilgandi. Pul zarur bo'lyapti. 17000 kami bor. Oz-moz kam bor. Azizlar, kimga qiziq bo'lsa, telefon qilishingiz mumkin. Video pastda egalar nomerini qoldiraman. Andijonning mashinasi. Olasiz haydasiz, hech qanaqa xarajati yo'q. Ushbu motor o'rnatishga ham hozirda bilasiz, $4,500 atrofida xarajat qilinyapti. Bunda hammasi zavodskoy holatda. Azizlar, shunaqa yangiliklarni o'tkazib bormaslik uchun Universal avtoalamiga obuna bo'ling, chunki kuniga muntazam bir nechtadan shunaqa mashinalarni joylab boryapman va zo'r sotib olishyapti, zo'r sotishyapti. Like bosib, albatta Universal avtoalamiga obuna bo'lib qo'ying.